ko'rgan bo'lsangiz, ba'zida oyog'i bunaqa bosadi. Bunaqa bosadi. Oyog'i to'g'ri bunday bosolmaydi. Bel umurtqasi, disk, bel umurtqa bor-ku, ular o'rtasida disklar bo'ladi. U nima vazifa bajaradi desangiz, umurtqalar bilan birga tegib, amortizatsiya vazifasini bajaradi, qo'pol tushadi. U qon tomiri bilan ta'minlanmagan. Faqat belingizda harakat bo'lgandagina qon bilan ta'minlanadi. O'zi abdinli qon bilan ta'minlanmagan. Shuni hisobiga bel umurtqalari, grijalar to'lib ketdi hozir. Bo'yin umurtqalari asta qandiradi deyishgan, tuzi yig'ilibdi deysiz, protruzia grija yig'ilibdi, ko'payib ketdi deysiz, eshitgansiz. O'sha bel umurtqasida harakatsizlik, kam harakatlik, moddalar almashinuv buzilishi sabablari ko'pda. O'sha bel umurtqasidagi umurtqani o'rtasida fibrozli yadro deydi, o'sha aytdimki, amortizatsiyasini bajaradi. O'sha отдельно qo'llarimiz kesamiz, qon chiqib ketadi. Mayda kapillar qon tomirlar bor hamma tanamizda. O'sha umurtqaning o'rtasida fibrozlarda qon bilan ta'minlanmagan, отдельно qon tomiri kelmagan. U faqat harakatlanganda, harakat bo'lgandagina qon bilan ta'minlanadi. Harakat kam, ko'payib ketyapti, shuni hisob grija. Avvalgilarda masalan ota-bobolarimiz grija past bo'lmagan, kam bo'lgan. O'xshabam qolaman. Bu kuchayib ketaversa bitta oyoq atrofiyaga uchraydi-da. Ay bitta oyoq kichinarib ketaveradi. Oziqlanmagandan keyin qanishni ariqlaydi. Keyin yaqinda videosini qo'ydik, Instagram ko'rgan bo'lsangiz. Boldir nevrit deydi-da, oyoqda boshingizda o'zgarish bo'ladi. Ko'rgan bo'lsangiz, ba'zida oyoq bunaqa bosadi. Bunaqa bosadi. Oyog'i to'g'ri bunday bosolmaydi. Chunki bosh miyamizdagi nerv impuls beradi, oyoqni harakatlantiramiz degan buyruq beramiz, beldan o'tmaydi pastga. Impuls o'tmaydi-da. Akson, dendrit degan nolalar bor-da, impulslar, nervlar. O'sha oyoqda harakatlanishni bizga buyruq berib, qisqasi oyoqni o'zi bilgan ish qiladi. Siz buyruq bera olmay qolasiz, oyoqni olib qoladi. Aytib ko'rgan bo'lsangiz. Endi sizga otdan tushuntirib berdim shu. Nasib bo'lsa sizni boshlang'ich etapda kelibsiz, davolasak bo'ladi, men buni.